Kanada Baş Vaziri Xitoy ziyoratida kishilik huquq masalasini o'ttirg'a qo'ygan. Kanada Baş Vaziri Trudeau Xitoy ziyoratining ikkinchi kuni Li Keqiang bilan ko'rishganda kishilik huquq masalasini o'ttirg'a qo'ygan. Biroq Xitoy bilan so'zlashgan kishilik huquq masalasidagi tafsilotlarni oshkor qilmagan. Kanada taraf Xitoy bilan qiladigan savdo kelishimda Xitoydan Kanadaning bir qism shartlarini qabul qilmasi bo'lmaydiganligida ching turganlikdan savdo suhbatining texicha muqimlashmaganligini bildirgan. Xitoy Avstraliyadagi Xitoyga qarshi faoliyatchilarni nazorat qilganligini e'tirof qilgan. Xitoyda o'tkazilgan xalqaro internet yig'inida Xitoy Avstraliyadagi Xitoyga qarshi faoliyatchilar va Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun faoliyat qilayotgan 34 abonentning uchur aloqasini nazorat qilganligini e'tirof qilgan. Sharqiy Turkistonda yangi neft zapisi bayqalgan. Xitoyning neft qazish shirkati Sharqiy Turkistonning Jungar o'ymonligidan 1 million tonna neft zapisini bayqaganligini oshkorlagan. Sharqiy Turkistonda neft, wolfram, qoral yaraq sanoatida ishlatiladigan bir xil muhim modda, oltin, kumush, po'lat, to'mir va uran qatorliq mo'ljarligusiz qimmatli moddalarning borligi bildirilgan. Paris qo'ltiqi hamkorlik kengashi yig'ini boshlandi. Paris qo'ltiqida bosh ko'targan krizisning ko'langisida o'tkazilgan bu yig'inga yuqori darajalik amaldorlardan faqat Kuvayt amiri Shayx Sabah al-Ahmad al-Jabir as-Sabah bilan Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad al-Sani qatnashgandan sirt boshqa davlatlarning yuqori darajalik amaldorlari qatnashmagan. Falastinliklar juma kunini G'azab jumasi deb e'lon qilishga chaqirdi. Hamas bayonot e'lon qilib, Falastin xalqini Amerikaning Isroiliyaning poytaxti Tel Avivdagi elchixonasini Quddusga yo'tkash va Quddusni Isroiliyaning poytaxti sifatida e'tirof qilish planini qat'iy rad qilib, oldimizdagi juma kunini Isroiliyaga qarshi G'azab kuni deb e'lon qilishga chaqiramiz degan. Baş minister Binali Yildirim Amerikaning Isroiliyadagi elchixonasini Quddusga yo'tkash va yoki Quddusni Isroiliyaning poytaxti deb e'tirof qilish planining qonunsiz bir qaror ekanligini hamda bu xato bir qadamning yangi bir dinlar orasida to'qinish keltirib chiqaradiganligini aytgan. Amerika Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinde olduğunu ifade ediyor veya İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ün tanınması ihtimalinden bahsediliyor. Öyle veya böyle bu iki durumda açıkçası hukuk dışı bir karar olacaktır.